Assalomu alaykum. Ko'zingizni yuming va chuqur nafas oling. Endi bolaligingizga qayting. Siz hali yosh bolasiz. Oyog'ingiz yalang, qo'lingiz chang. Devor tagida tuproqda o'tiribsiz. Ba'zan pastqadam daraxtga chiqib, shoxida muvozanatingizni ushlashga harakat qilasiz. O'sha bolalik. Keyin maktab. O'sha eski partalar, do'stganing changi, do'stlaringiz sho'xligi. Ba'zan onajoningizni o'qigin bolam degan gapi qulog'ingiz ostida jaranglaydi. Yoshlik davri. Siz ulg'aygansiz. Do'stlaringiz bilan kechalari mahallada sayr qilishingiz, birinchi marta kimnidir yoqtirishingiz, hayotga umid bilan qarash. Va mana siz hozir shu yerda telefoningizni ushlab ushbu videoni ko'rib turibsiz. Bolalik qayerda? O'sha sho'x yoshlar qayerda? Yoningizda hamon siz bilan birga bo'lgan odamlar yoki hayot sizni ularni yo'qotishga majbur qildimi? Vaqt hech qachon to'xtamaydi. Ammo xotiralar, ular har doim siz bilan. Ularni unutib qo'ymang. Eski do'stlaringizga yozing. Oilangizga qo'ng'iroq qiling. Va shunchaki o'sha bolalikni bir lahza bo'lsa ham qayta eslang. Esingizdan chiqarmang. Xotira doim abadiy. Buni yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.